qizim bilan uchrashga ketyapman. Zot shunaqa issiqdim, juda ham shorti kiyib oldim. Oyog'imga mana bunaqa baletka, chunki bizda Halloween yaqinda ham День благодарения Amerikada mana shunaqa orange tematikasi boshlanyapti, oranjga kiyiladigan. Mana bunaqa значит mashinada ham to'g'risini aytsamchi qizib ketyapman, bilmayman, balki boshqa narsa kiyib olamanmi, ko'ramiz. Shortik, mana shunaqa bluzka chiroyli, baletka, Louis Vuitton sumkasi, ketdik. Bo'ldi, mana Sevinch olib ketdim, keldik hozir ovqatlanishga. Qorning ochdimi, Sevinch? Nima ovqat yegan kelyapti? Yaxshi ovqat. Menga aytishyapti, Sevinch o'zbekchani bilmaydimi deb. Menimcha so'rashadi odamlar, like bilaman. Bilasanmi, esingdan chiqib ketdimi все-таки? Chiqmadi. O'qishing qanaqa, yaxshimi o'qishlaring? Yaxshi. Bo'ldi, uchrashdik. Bir oy bo'ldi, Sevinch ko'rishmaganimizga. Bir oy bo'ldi. Ну, почти bir oy. Ya. 3 haftacha bo'ldi. O'zimga mimoza oldim, shampanskiy bilan orange juice nima edi? Apelsinoviy sok qo'shilgan. Menga shunaqa yoqadi shu. Ba'zi qilib yeyman. Qizimga uncha yoqmaydi.